marta o'z ilovasi uchun o'zbek tiliga o'girildi. To'xta! Ko'rib turganimiz haqiqiy madara bo'lsa, unda anu niqobli odam soxtasimi dattiboyo? Shunaqaga o'xshaydi. Unda niqob ostidagi kim? Tsuchikage, siz 60ta Akatsuki bilan to'qnash kelgansiz. Aytingchi, niqob ostida kim? Tasavvur ham qila olmayman. Hozir bu muhim emas. Biz uni to'xtatishimiz kerak. Bandanalarda Shinobi deb yozilgan. Lekin ular 5 ta buyuk millat rangida kiyinishgan. Bu nima? Yangi birlashgan armiyami? Ular mana shu urush uchun birlashishgan. Demak, bu o'sha. Uni rejalari ham bo'lsa kerak. Lekin hammasi u o'ylagandek ketmayotganga o'xshaydi. Bu sharoitda mana tiriltirishi nima keragi bor edi? Bu tiriltirish jutsusidan kim foydalanyapti? Bilmasa. Ismim Kabuto. Uni yordamchisiman. Jutsu orqali gaplashyapsanmi? Qanday jirkach? Sen shunchaki tirilmagansan. Tiriklik paytdan ko'ra hozir ancha kuchliroqsan. Avval qanaqa kuchga ega bo'lganimni sen qayoqdan bilarding? Hech qayerdan. Jutsu orqali gaplashyapsanmi? Qanday jirkach? Sen shunchaki tirilmagansan. Tiriklik paytdan ko'ra hozir ancha kuchliroqsan. Avval qanaqa kuchga ega bo'lganimni sen qayoqdan bilarding? Hech qayerdan. Shuning uchun ham afsonaviy Uchiha kuchini ko'rmoqchi edim. Ularni qo'lga olishga o'zi bo'lmaydi. Boshlaymiz. İkinci qism. Uchiha Madara. U hujumga o'tdi. Nimaiki bo'lmasin, uni ko'ziga qaramanglar. Bo'lingan holatingizda o'z jutsuingizni qo'llayolmaysiz. Sensorlar, janob Mono kuzatinglar. To'xta. San va Tsuchikage biroz dam olishili kerak. Naruto, nusxalarni o'rniga anu holatingga kir. Rostini aytsam, endi buni qila olmayman. O'tgan safargi jangda hamma chakram ishlatib qo'ydim.
Sen ham men bilan o'ynashmoqchimisan? Past nazar bilan qarama. Olov unsuri, vayron qiluvchi qudratli olov. Uni jutsusi keng maydonni egallaydi. Suv unsuri, suv to'sig'i. Hujumga o'tdi. Bu safar ketolmaysan. Ulkan, rastamgan. Yer unsuri, yer sathini ko'tarilishi. Susano, u menga qo'shalinganni qo'llay boshladi. Yana qancha Naruto? Yana ozgina Dattabayo. Kechirasan. Ana endi tayyor bo'ldi. Hamma orqaga. Qani olg'a Kazekage. Yer unsuri, yer tortish kuchini kamaytirish. Endi qumlaring ancha yengillashdi. Qumni bunaqa og'irligi bilan amalga oshirsam bo'ladi. Naruto, Ha, ketdi. agar bu jutsu Sasuke'niki kabi bo'lsa, hujum qilganimdan foyda yo'q. Unaqada Madara oyoq ostidagi qumlardan foydalanaman. Olg'a! Naruto! Rastam shuriken! Nima uchun niqobdagi odam o'zini Madara qilib ko'rsatdi ekan? Maqsad o'zini madara qilib ko'rsatish, hatto u o'lgan bo'lsa ham. Agar u hammani bunga ishontira olsa, butun olam undan zir titraydi. Uni ismini o'zi juda qudratli. Uni ismi shu ishni qilishimizga majbur qildi. Urush boshlashimiz uchun hiyla ishlatdi. Bunga laqqa ishondik. U hammamizni qarmoqqa ilintirdi. Ya oshirib ordilaring. U chakralarni yutib yubordimi? What the f? Qanaqasiga? Rinneganni qaysi teshidan oldi Dattabayo?
O'ylaganlarim to'g'ri bo'lib chiqdi. Sharingandan keyingi bosqich Rinnegan ekanda. Rinneganni o'lmasimdan ancha oldin uyg'ota oldim. Ismingni Kabuto deganmiding? Mana tanam bilan nima qilding? Oldin senga aytganimdek, seni tiriklik paytingdan ham kuchli qildim. Maraz, mana tanamni o'rganib chiqdingmi? Sen hech qachon uchihalarni tosh yozuvini o'qiy olmasding. Uni qanaqa o'qiding? Men shunchaki Harachimaru tadqiqotlarini o'rganib bordim va ularni ustida uzoq yillar ishladim. Endi esa sen ularni tasdiqlab berding. 6 yo'l darveshiga o'xshab, sen ham ma'budlar kuchiga erisha olding. Uni seni taningga men joylashtirdim. Safsatani o'zi bu kuchga sana aloqang yo'q. Dahshat. Bo'lishi mumkin emas. Bu nima o'zi? Unga ishimiz o'tmasa kerak. Bu nima? Ma'budlar kuchimi? Meteorit? Qanaqasiga? Bunaqa ninjutsu bormi o'zi? Biz qocholmaymiz. Tamom bo'ldik. Bo'ldi qillaring. Kezalaymiz alla. Vahima qilmalaring. Urinib ko'rmasdan taslim bo'lish kerak emas. Qo'limizda bor hamma kuchni qo'llashimiz kerak. Janob Tsuchikage! Tezroq! Bu joydan imkon boricha uzoqroq ketinglar. Qo'y, qochdik. Tezroq qochish kerak bo'lgan. Bo'lmasam o'lamiz. Bizga ham tegadimi? Bo'lmasamchi. Aslida tiriltirish jutsusining mohiyati shundaki, bizani qochishimiz shart emas. Chunki birozdan keyin qayta tiklan olamiz. Ucha oladigan shinobi? Axir bu yashirin tosh qishlog'idagi uddabiron bolakay. Qariya Tsuchikage, nima qilmoqchisiz o'zi? U meteoritni to'xtatish uchun kichraytirmoqchi. Yer unsuri, yer tortish kuchini kichraytirish. Yana ozgina. Birozgina biz uni to'xtatamiz. Bu bolakay. U biroz kuchliroq bo'pti. Ajoyib! To'xtadi! Bizni qutqarishdi. Rahmat, janob Tsuchikage. Tamomiz deb o'ylagandim. Unaqa bo'lsa, ikkinchi meteoritni nima qilasan, Onoki? Bu nima? Nima bo'ldi? Aloqachilardan tezkor hisobot. Jang maydonidagi kattalikdagi tosh 4-bo'linma ustiga qulab tushdi. Silkinish sababi shu ekan.
4-chi bo'linmadan qanaqa bo'lsa ham xabar bormi? U yoqda nima bo'pti o'zi? Soniyalar ichida shuncha odamlar o'lgan. Shak shubhasiz, bu Madara jutsusi bo'lgan yoki unga o'xshash nimadir. Tsunade xonim, endi nima qilamiz? O'zim boraman. Bu nima edi o'zi? Yelimli yigit. Men shunchaki nusxaman, nimaga qutqarding? O'g'illi uchun afsusdaman. Nusxamisan yoki haqiqiysi, bu yoqda juda keraksan. G'alaba qilishimiz uchun. Qariya Tsuchikaga qani? Qariya Tsuchikage! Hammasi joyda. U tirik. Lekin og'ir yaralangan. Demak, 6 yo'l darvesh kuchi shu ekandi. Juda ajoyib. Bu manzara eski xotiralarni yodga soldi. Kabut o'tdingmi? Men haqimda yana nimalarni bilasan? Bularni hammasi taxmin. Birinchi Hokage Hashirama bilan bo'lgan jangda aslida sen o'lmaganding. O'sha kuni birinchi Hokage Hashirama bilan bo'lgan jangda yutqizgan bo'lsang, lekin uni kuchidan o'zingga qisman o'zlashtirib olding. Shuni hamida. Hayron qolmadi. Yaxshi tayyorgarlik ko'ribsan. Bizani reja haqida eshitganmisan? Umuman olganda, bunda senga yordam bermoqchiman. Soxta Madara tuzilgan reja bo'yicha ish tutishga ishonchim komil emas. Aytgancha, u yoqda tirik qolganlar bor. E'tiboring uchun Tsuchigage va Kazekage ham tirik qolishibdi. Xo'sh, nima qilamiz? Boshlanishiga ba'zi narsalarni tekshirib ko'rmoqchiman. Chaqirib jutsusi. Qornim yonyapti. Bu chaqirmani chaqiryapti. Madara! Demak, 9 domni hali qo'lga olishmabdi. Aslida bu urushning sababchisi shu. 9 dom Jinchurikiga muhrlangan. Hozircha. Ko'ryapsanmi? Ana u. 9 dom mana shu Jinchurikiga muhrlangan. Uni ismi Uzumaki Naruto. Uzumaki Mito klanidanmi? Uni sulolasini juda yaxshi taniyman. U juda ham yoqimtoy bola. Uni qo'lga olish muammo emas, lekin qarshimizda turgani uni nusxasi. Haqiqiysi orqasidan boramizmi? Yo'q, yana bitta jutsuni tekshirib ko'rmoqchiman. Tirik qolganlarni ham tinchitsam, manzara yanada rang-barang bo'lardi. Bu uli 4 soat yo'nalishida. Daraxt unsuri o'ta bo'lmaydigan o'rmoq. Daraxt unsurini qo'llayaptimi? Bo'ldi. Tamom bo'ldi shekilli.
Davomi bor bo'lajonlar, qaranglar, voy dod nimalar qilib tashadi. Butun Nimani qidirib keldim? Iltimos, ishimga aralashmang. Sizni o'ldirmoqchi emasman. Muz nafasi. Sovuqlik nazorati. Qarshilik. Bu Madara ikkitagina meteoriti bilan boru. Da chakrasi cheksiz, kuchi cheksiz, o'lmaydi. Xudo biladi qanaqa bunaqa Madarani yutish mumkin, to'g'risini aytsam boru. Вообще нереал monster bo'lib ketdi, to'g'risini aytsam. Qoyil qo'sardi, juda ham qiziq bo'lib ketyapti. Ishkalarga gap bo'lishi mumkin emas. Odamlar mazza qilib ko'rayotgan degan umiddaman. Bo'pti, ko'p gapirmayman. Keyingi qismlarga borib o'tirib ovoz beramiz. Bolajonlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi anime va qismlarda ko'rishguncha. Mana deyarli chakram qolmadi. Bu mana chegaram. Xohlagan payt g'oyib bo'lishi mumkin. Nima qilsam ekan? Naruto, yetar. Ular bilan o'zim shug'ullanaman. Endi meni vaqtim keldi. Naruto Shippudenning keyingi qismida 5 ta kagelar bir joyda. Shundoq ham o'zim sizga yordam beraman.